Yashil makon xalqimizning ming yillik qadriyatlarini o'zida mujassam etgan tabiatni asrash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini rag'batlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ezgu tashabbus. Har yili minglab daraxt ko'chatlari hududlarga ekilar ekan, nihol tayyorlash ishlari ham o'ta mas'uliyatli vazifaga aylangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham yashil hududlar hajmi ortmoqda. To'rtko'l tumanida tegishli soha mutaxassislari tashabbusi bilan ko'chatlar ekish, shu bilan birga kelgusi bahor fasli uchun nihollar tayyorlash ishlariga e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Yashil makon aksiyasida To'rtko'l davlat o'rmon xo'jaligi ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Mana hozir biz ham turgan joyimiz To'rtko'l tumani Kaltamalar ofi hududida turibmiz. Shu yerda bizning korxona uchun 11 gektar yer ajratilgan bo'lib, shu 11 gektar yerga 14 ming dona har xil manzarali daraxtlarni ekishimiz kerak edi. Hozirgi kunda mana shu ko'rib turgan daladagi nihollarni 10 kun burun ekilib, birinchi suvini berdik. Hamda bular mana o'zingiz ko'rgandek hammasi ko'karib ketishga tayyor bo'lib turibdi. Ishlar ham davom etmoqda. Ko'chatlarni ekishdan oldin yerlar 1 yil davomida sug'orilib ekish uchun anchagina tayyorlangan. Buning uchun zarur maxsus texnika vositalardan foydalanilyapti. E'tiborlisi ekilayotgan har bir manzarali ko'chat yoki mevali daraxtlar zarur agrotexnik qoidalar asosida o'tkazilmoqda. Prezidentimizning tashabbusi bilan boshlangan va ayni kunda hududlarning obodligi va go'zalligiga xizmat qilayotgan, shu bilan birga ona tabiatimizni asrab-avaylashda muhim omil bo'layotgan loyiha bugun xalqimizni bitta maqsad yo'lida jamlayotgani quvonarli holdir.